Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklari bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Angliya Premyer Ligasida Abduqodir Husanov Tottenhamga qarshi o'yinni asosiy tarkibda boshlaydimi? Xabaringiz bor do'stlar, bugun Angliya Premyer Ligasining 24-turidan o'rin olgan bahsda Josep Gvardiola boshchiligidagi Manchester City safarda Londonning Tottenham klubi bilan kuch sinashadi. Ushbu bellashuvdan oldin ikki jamoaning boshlang'ich taxminiy tarkiblari bilan tanishing. Sport Mode nashrining versiyasiga ko'ra Tottenham tarkibi: Vicario, Spence, Romero, Van de Ven, Udoji, Palhinha, Gallagher, Odober, Simonis, Kolomuani, Solanke. Manchester City tarkibi: Donnarumma, Nunes, Abduqodir Husanov, Gehi, O'Reilly, Rodri, Sherki, Silva, Reinders, Semenyo, Holland. Qadrli do'stlar, ma'lumot uchun aytib o'taman, Manchester City bugun rasmiy Instagram sahifasiga ushbu suratni joyladi va Match Day deb yozib qoldirdi. Ya'ni bu yerda Abduqodir Husanovning rasmini ko'rishimiz mumkin. Sports Gambiner nashrining talqiniga ko'ra Tottenham tarkibi: Vicario, Spence, Romero, Danko, Udoji, Palhinha, Gallagher, Odober, Simonis, Gray, Solanke. Manchester City'da Donnarumma, Nunes, Abduqodir Husanov, Gehi, O'Reilly, Rodri, Sherki, Silva, Semenyo, Holland. Sporting News nashrining versiyasiga ko'ra Tottenham tarkibi: Vicario, Spence, Romero, Van de Ven, Ujoni, Gray, Gallagher, Odober, Simonis, Sar, Solanke. Manchester City tarkibi esa Donnarumma, Nunes, Husanov, Gehi, O'Reilly, Rodri, Sherki, Silva, Reinders, Semenyo, Holland. Eslatib o'tamiz do'stlar, bo'lajak bellashuv bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da start oladi. Qadrli do'stlar, agarda hamyurtimiz Abduqodir Husanovning o'yinini jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimizni tavsiya qilaman. Telegram kanalimiz silkasini kommentariyada qoldirdim. Hozirroq kommentariyada yozilgan silka orqali Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ysangiz, hamyurtimiz Abduqodir Husanovning o'yini jonli efirda translyatsiya qilib beriladi. Bu paytda bo'lsa o'zbekistonlik futbol sharhlovchisi Davron Fayziyev Manchester City va Tottenham o'yini oldidan o'z fikrlarini bildirdi. Gvardiola eng noqulay raqiblardan birining uyiga boradi. Tottenham Manchester City. Angliya Premyer Ligasi chempionligi intrigasi hamon aktual. City'da Holland gol urishni boshladi. Himoyaga Gehi qo'shildi. Abduqodir salkam Mbappe tezligida yugurmoqda. City favorit, lekin Pep davrida eng ko'p muammo to'g'ridan-to'g'ri klublardan biri bu Tottenham. Qolaversa, Thomas Frank uchun har o'yin imtihon. Ana ketadi, mana ketadi. Mavsum ochilgan jamoa yanvarda ichki chempionatda yutmaydi. Unday muxlislarni xursand qilishning yo'li markaziy uchrashuvda g'alaba qozonish deb fikr bildirgan hamyurtimiz Davron Fayziyev. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Bugungi bo'lib o'tadigan Manchester City va Tottenham o'rtasidagi uchrashuvda aynan siz kimni favorit deb bilasiz? Shaxsan mening fikrimcha bugungi o'yinda Tottenham g'alaba qozonadi. Garchi Tottenhamning uyida bo'lyapti o'yin birinchidan, chunki Tottenham uyida bo'lgan o'yinlarda har doim Manchester City'ni yutib kelgan. Manchester City ham o'z uyida Tottenhamni yutib kelgan. Bunday o'xshashlik bilan men Tottenhamning g'alabasini taxmin qildim. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Bugungi o'yinda kim g'alaba qozonadi? Va ma'lumot uchun ushbu o'yin kechki soat 21:30 da start oladi va ushbu o'yinni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozilgan silka orqali Telegram kanalimizga qo'shilib qo'yishingiz mumkin. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.